Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom. Ke bolam? Ishlagan pulimni olib keldim, birinchi oyligim ada. Duo qiling. Mayli. Xudoyim topgan tutganingga baraka bersin. Ishlaringni rivojini bersin. Allohu akbar. Sog'ligingiz yaxshimi ada? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Xudoga shukr. Bu oyligingni men nima ham qilardim? Yoshim bir joyga yetgan bo'lsa, uni o'zingni o'g'ling katta bo'lyapti. Kelinning kamchiligi bordir. Men roziman o'g'lim. Mana, o'zing kamingga ishlataver. Mayli bo'lmasa ustimni almashtirib chiqadi. Rahmat. Ukam, sen ham topganingni ko'chaga sovuravermasdan otamga olib kelib berib duosini olsang bo'lardi. Siz dadamga pul berib, yaxshi ko'rinib uyga ega bo'lmoqchisizda. Astag'firullah. Ukam, bu nima deganing? Kenja o'g'ilsan. Uy senga qoladi, xavotir olma. Men ertaga yillar o'tib, o'g'lim katta bo'lib, ota duo qiling deb kelishini xohlayman xolos. Bu dunyo qaytar dunyo.